Hurmatli deputatlar, mana bugungi sessiyamizda kun tartibimizda bitta masala. Agar shu anaqani boshlash uchun kvorum yetarli, ya'ni 16 ta deputat qatnashyapti. Sessiyamizni onlayn tarzda olib borayotganligimiz tufayli sanoq komissiyasini ham tashkil qilishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun hozir biz sessiyaga kotib saylab olamiz. Buning uchun sessiyamizga kotib qilib Ahrorjonni taklif qilamiz. Shunga hamma rozimi? Rozimiz. Rozilar? Qo'lay ko'tarib turinglar. Taraflar yo'q. Demak, hurmatli deputatlar, sanoq komissiyasi uchun Nishonova Mahdiya Tanjor qizini taklif qilamiz. Sanoq komissiyasi bo'lishi kerak onlayn bo'lganligi uchun. Shuning uchun sizlardan iltimos, buni ham ovoz berib tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Nishonova Mahdiya Tanjorlarni sanoq komissiyasi saylashga rozilar? Qarshilar? Betaraflar yo'q. Bir ovozdan kotib saylab oldik, sanoq komissiyasini ham saylab oldik. Demak, biz hozir endi sessiyamizda o'zi qo'yilgan bitta masalani reglamentini shu 5 minut bersak, bu masala bo'yicha himoyaga muhtoj bo'lgan o'quvchilarga maktablarda shularga qulay sharoit yaratish. 7 ta maktabga qancha mablag' biz 25 yil 10 iyuldan keyin 26 yil